Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik choralarini belgilashda, javobgarlikni ko'rib chiqishda kiritilgan muhim o'zgartirishlar haqida gaplashamiz. Demak, 2025-yil 20-fevraldagi O'zbekiston Respublikasining 1033-sonli qonuni bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 17.1-moddasiga tegishli o'zgartirish kiritilib, avvalgi tartib ozgina o'zgartirilgan edi. Bu qanday tartib edi? Avvalgi tartibga ko'ra, transport vositalarini boshqarganda va transport vositalarini boshqarish orqali yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilganda va bu buzilganlik holati radarlar orqali aniqlanganda, foto video qayd etish vositalari orqali aniqlanganda, javobgarlik shu kungacha demak transport vositasining egasiga, mulkdoriga nisbatan qo'llanib kelinar edi. Agar transport vositasining egasi va o'sha amalda transport vositasini boshqarib huquqbuzarlik sodir etgan shaxs sudga murojaat qilib, yo'q, men mulkdor bo'lsam ham mana bu odam transport vositasini boshqargan va huquqbuzarlik sodir etgan deb e'tiroz bildiradigan, shikoyat qiladigan bo'lsa, ana unday holatlarda demak tegishli hujjatlarga qarab sud javobgarlikni o'sha haqiqatda amalda bajargan huquqbuzarlikni sodir qilgan shaxsga nisbatan qo'llab berar edi. Endilikda demak ana shu 2025-yil 20-fevralda qabul qilingan 1033-sonli qonun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 17-moddasi, 17.1-moddasiga o'zgartirish kiritishga asos bo'ldi va buni realizatsiya qilish maqsadida aniqlashtiruvchi demak norma qabul qilindi. Yaqinda mana 2026-yil 30-martda bu haqdagi Vazirlar Mahkamasining 125-sonli qarori qabul qilindi. Bu o'zgartirishlar bu demak yangilik 2026-yil 1-apreldan boshlab, kechadan boshlab kuchga kiryapti. Demak, qanday o'zgarish bo'ldi? Yuqorida aytganimizdek, buni mexanizmi qanday bo'ladi? O'sha transport vositasini egasi kimgadir transport vositasini demak boshqarishga berishi mumkin. Fuqaroviy huquqiy tartibda. O'zi ham boshqarishi mumkin, lekin boshqarish uchun boshqa shaxsga ham berishi mumkin. Masalan, yaqin qarindoshlariga sug'urta polisi asosida yoki bo'lmasa boshqa shaxslarga belgilangan tartibda rasmiylashtiriladigan ishonchnomalar asosida, yuridik shaxs o'zi pechat muhri bilan, jismoniy shaxs demak notarial tartibda yoki notarial tartibda tasdiqlanadigan boshqa ishonchnomalar shaklida demak transport vositasini boshqarishni boshqa shaxslarga berishi mumkin yoki yo'l varaqalari asosida transport vositalari demak boshqarish uchun o'zga shaxslarga berilishi mumkin. Mana shunday holatlarda bu juda ham ko'p uchraydigan holatlar, amalda bunga ehtiyoj ko'p tug'iladi. Huquqbuzarlik o'sha boshqarish huquqini, foydalanish huquqini olgan shaxs tomonidan sodir qilinsa ham, mulkdorga nisbatan ma'muriy jarimalar qo'llash to'g'risidagi qarorlar kelar edi. Shu muammoni oldini olish maqsadida, ya'ni bizda ma'muriy javobgarlik bo'yicha shunday prinsip bor, ayb uchun javobgarlik prinsipi bor. Ayb uchun javobgarlik degani shaxs o'zi sodir qilgan amalda aybi bor harakati uchun javobgar bo'lishi kerak. Transport vositasini mulkdoriga nisbatan javobgarlik qo'llash, kim uni sodir qilishidan qat'iy nazar faqatgina mulkdorga nisbatan javobgarlik qo'llash amaliyoti ana shu prinsipga zid edi. Shu holat to'g'rilanib, demak qonun bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritilishi va mana shu 2026-yil 2026-30-martda Vazirlar Mahkamasining 125-sonli qarori qabul qilinishi natijasida bunga o'zgartirishlar kiritildi. Endilikda ana shunday holat bo'ladigan bo'lsa va transport vositasini egasi va uni boshqarish huquqini olayotgan shaxs istasa, demak yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali yoki tegishli mobil ilova orqali xizmatdan foydalanadi. Transport vositasini boshqarishda demak yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni o'sha foydalanuvchi shaxsga o'tkazish bo'yicha xizmatni faollashtiradi va ana shundan keyin tegishli hujjatlar ilova qilinadi. Bu demak davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ko'rib chiqiladi. Hujjatlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda foydalanish huquqi tegishli belgilangan rasmiy hujjatlar asosida o'tkazilgan bo'lsa, bunga ruxsat beriladi va ma'muriy amaliyot bazasida, ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rib chiqishning avtomatlashtirilgan bazasida demak javobgarlik qo'llanishi mumkin bo'lgan shaxs o'zgartiriladi. Natijada o'shandan keyin huquqbuzarlik sodir qilinadigan bo'lsa, demak o'sha javobgarlikni bo'yniga olgan shaxsga nisbatan qaror chiqariladi. Agar sug'urta polisida bir necha shaxs ko'rsatilgan bo'lsa yoki ishonchnomada bir necha shaxs ko'rsatilgan bo'lsa, bunday holatda demak asosiy o'sha javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan shaxs, yagona bitta shaxs kiritiladi. Chunki bitta holat bo'yicha imkoniyati yo'q bir nechta shaxsga nisbatan ma'muriy jarima qo'llash. Kelishilib o'sha yerda bitta shaxs kiritiladi. O'sha shaxs o'zini demak javobgarlikni bo'yniga olayotganligini tegishli elektron raqamli imzosi bilan yoki maxsus identifikatsiya usullari bilan tasdiqlaydi va javobgarlik unga o'tadi. Shu o'rinda bitta savol tug'ilyapti bu jarayonda. Bunga ham qisman javob berib ketilgan, tegishli qarorlarga o'zgartirish kiritilgan. 2026-yil 1-apreldan boshlab ma'lumki, demak jarima ballarini hisoblash, ya'ni foto video qayd etish vositalari, radarlar orqali qayd etilgan aniqlangan huquqbuzarliklar uchun jarima ballarini hisoblash ham amalga kiryapti.
Xo'sh, bunday holatda, ya'ni transport vositasining egasi boshqa, uni foydalanadigan odam boshqa bo'lgan holatlarda jarima ballari qanday hisoblanadi? Kimga nisbatan hisoblanadi? Mana shu jarayonga aniqlik kiritish ehtiyoji tug'ilyapti. Huquqiy normalarning umumiy mazmunidan anglashiladigan holat yoki mantiqan anglashiladigan holat shuki, agar mulkdor emas, boshqa foydalanish huquqi boshqa shaxsga berilgan bo'lsa, albatta o'sha javobgarlik ham, jarima ham, u bo'yicha demak tegishli jarima ballari ham o'sha foydalanayotgan shaxsga hisoblanishi kerak. Yana bitta bu o'rinda muammo kelib chiqishi mumkin. Aynan jarima ballarini ko'payib ketishini oldini olish maqsadida yoki jarima ballari ko'payib ketgandan keyin shu jarima ballarining limitidan oshib ketishini oldini olish maqsadida ataylab demak mulkdor yoki bir foydalanuvchi boshqa foydalanuvchiga o'sha boshqarish huquqini o'tkazishga kirishishi va mazkur imkoniyatdan boshqa bir yo'lda mana shu maqsadda foydalanishi mumkin. Demak, bu muammo hali vujudga kelgani yo'q. Endi bu qonun, bu tartib 2025-yil 1-apreldan kuchga kirar ekan, albatta buni amaliyoti shakllanadi. Qanday yo'lga qo'yilishi, unda yo'lga qo'yilgandan keyin qanaqa muammolar kelib chiqishi aniq bo'ladi. Balki bunday muammolar kelib chiqsa, bu bo'yicha yana boshqa muvofiqlashtiruvchi takliflar ishlab chiqilishi, o'zgartirishlar kiritilishi mumkin edi. Demak, ma'lumot bermoqchi bo'lganimiz 2026-yil 1-apreldan kuchga kirgan yo'l harakati xavfsizligi sohasida sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni qo'llash tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar mana shundan iborat edi. Yo'llarda demak xavfsizlikni saqlashga imkon qadar harakat qilaylik. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzmaslikka harakat qilish har birimizning burchimiz. Muammolarga huquqiy yechim toping va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Videoga like bosing va izohlarda o'z fikrlaringizni bildiring.